13 bob. Hamma odam hukumatga bo'ysunishi kerak. Chunki har qanday hokimiyat Xudodan kelgan. Ham hukumatni Xudo o'zi tiklagan. Shuning uchun hukumatga qarshilik qiluvchilar Xudoning o'rinlashtirishiga qarshilik qilgan bo'ladi. Bunda qarshilik qiluvchilar hukumat tarafidan jazoga tortiladi. To'g'ri yo'lda manganlar hukumat amaldorlaridan qo'rqmaydi. Lekin yomon yo'lda manganlar uningdan qo'rqidi. Hukumat amaldorlaridan qo'rqishni xohlamayman desang, undaqda to'g'ri yo'lda mang. U chaqda hukumat amaldorlarining maqtishiga sazovar bo'lasan. Chunki hukumat amaldorlari Xudoning xizmatchilari bo'lib, ular sening manfaating uchun ishlaydi. Lekin yomon yo'lda mangsang, albatta qo'rqishing kerak. Chunki hukumat amaldorlarining jazolash huquqi bor-da. Ular Xudoning xizmatchisi bo'lib, yomon yo'lda manguvchilarni jazolashga tayinlangan. Shuning uchun hukumat amaldorlariga bo'ysunish kerak. Bu faqat jazolanishdan saqlanish uchunla emas, balki Xudo oldidimi vijdonli bo'lish uchundir. Bosh topshirishinglarning sababimi mana shudir. Hukumat amaldorlari bo'lsa, Xudoning maxsus bu ishlarni boshqarib beradigan xizmatkorlaridir. Har kimga o'ziga tegishli haqqini to'langlar. G'alli paroq yiqquchiga g'alli paroqni, boj yiqquchiga bojni topshiringlar. Hurmat qilishga tegishli bo'lganlarni hurmat qilinglar. İzzetlashga tegishli bo'lganlarni izzetlanglar. Mehr muhabbat ko'rsatishda o'zaro bir-biringlarga qarzdor bo'lgandan boshqa hech kimga hech qanday qarzdor bo'lmanglar. Chunki boshqalarni suygan kishi Tavrat qonunining talabini amalga oshirgan bo'ladi. Zina qilma, qotillik qilma, o'g'rilik qilma, boshqalarning ta'lqotlariga ko'z qiringni sama degan farzlar va buningdan boshqa barliq farzlar qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y degan bu amrga yig'inchoqlangan. Boshqalarni so'ygan kishi ularga yomonlik qilmaydi. Shuning uchun mehr muhabbat Tavrat qonunining talabini amalga oshiradi. Hozir muhim bir davrda yashayotganligimizni bilib, bularni sizlarga da'votiman. Uyqudan uyg'onadigan vaqtinglar yetib keldi. Chunki bizning dastlabki e'tiqod qilgan vaqtimizga qaraganda eng oxirgi uzil-kesil qutqizilish kunimiz texmo yaqinlab qoldi. Qorong'u kecha o'tib ketdi. Kunduz, ya'ni Ayso Masihning qaytib keldigan kuni yaqinlab qoldi. Shunga qorong'ulikning ishlarini tashlab, yorug'likning savutini kiyinglar. Aysh-ishrat va sharoqxo'rlikqa, zina va buzuqchilik, urushqoqlik va hasadxo'rlikqa berilmanglar. Yorug'likdagi kishilardek pok hayot kechiringlar. Ayso Masihning tabiatini o'zinglarga o'zlashtiringlar. Gunohkor tabiatinglardagi orzu havaslarni qondirishni o'ylamanglar.